Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz sizlarga tarakalardan va boshqa hasharotlar, ya'ni va umuman boshqa hasharotlardan 15 kun davomida qutulib ketishi va uni dorisini tavsiya etamiz. Bizga yordam bergan va shu dorini aldamasdan, ishonchli, yolg'on gapirmasdan to'g'risini aytib sotgan va bizdan tarakalardan qutulishga yordam bergan aziz akaga ming rahmat aytib qolaman. Va bu dorini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu dori bunaqa ampulada bo'lar ekan. Zakazga kelar ekan bu dori. Biz nomerlarini ham qoldirib o'tamiz. Bu dorini masalan 1 litrli suvga ikkitasini solamiz. Ikkitasini solganimizda bu oqarib reaksiyaga kirishib ketar ekan. To'g'ri. Oqarib ketyapti mana. Ikkitasini solamiz. O'zi 1,5 litrli suvga 3 tasi qo'shilardi. Endi bizda dorimiz hozir 2 ta. Qo'shilib va uni sepadiganda og'zini yopib, keyin uni sepib chiqamiz. Bu dorini endi sepib ko'rsatib beramiz. Va tarakallar, shu hasharotlar asosan shu oshxonalarda, podvollarda, shunaqa joylarda bo'ladi. Buni hamma mana shu gilamlarga bormi, o'sha yuradigan iloji bo'lsa shu pardalarga ham o'tiga sepib yuborsanglar zarar qilmaydi. Odamga zarari yo'q ekan gilamning. Shu taraflari yaxshi ekan. Buni sepadigan o'zi soati anaqasi vaqti bor ekan. Mana shu kechqurun 9:50 da sepilar ekan. Sepilgandan keyin shu romlarni, shu derazalarni yopib qo'yilar ekan. Va 24 soat shu eshiklarni bekitib qo'ygandan keyin uni 10 kun davomida mana shu sepilgan joylarga, ya'ni o'sha kuxonli mebellarimiz bo'ladimi, yana boshqa joylar bo'ladimi, uni lattada artib o'qib yurmas ekanmiz. Shu o'zi sekin kundan kunga kamayib yuvib ketadigan dori ekan. Chunki biz buni ishlatdik va bu samarasini berdi, qutuldik, qo'shilgan berdik. So'raganlar bo'lsa, yana nomer qoldiramiz dedi, telefon raqamlarini dedi. Aziz akani o'shalarga telefon qilsanglar, oka, olib kelib beradilar, yo bo'lmasam vaqtlari yo'q bo'lsa o'zinglar borib ko'rishib olasizlar. Effekti zo'r ekan. Mana endi dorini sepamiz. Sepishni boshlaymiz. Shu o'tiga qilib sepib tashaveramiz, hamma eshiklar bormi? Asosan shu oshxona nimalarga ham, hammomlarga ham sepib chiqish kerak. Masalan, mana kuxonliklarga sepganda buni artib tashlamaymiz dedi. Shu 10 kun shu etilgan qo'llanma bo'yicha qilsak, hamma effektlari yaxshi bo'ladi, samara beradi. Podvolga sepsak ham bo'ladi, unaqa joylarga taraganlar, shu hamma yoqqa pardalarga sepsak bo'ladi. Lekin yaltirab qolar ekan. Yaltirab qolganlari sepilgan joylari u keyin shu artgandan keyin ketadi. Undan hech xavotir olib nima qilishga hojat yo'q. Xullas, mana dorimiz. Biz endi videoni to'xtatamiz va podvollarimizga endi bu dorini ishlataveramiz. Hammalarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor aziz akaga rahmat.